Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftihar Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Shvetsariyaning Syurix universitetida Xitoyning chegara halqagan bostirish haqida muhokama yig'ini o'tkazildi. Mushu ayning 2-chi kuni Shvetsariyaning Syurix universitetida Dünya Uyghur Qurultiyining muavin raisi Zumrat Erkin, Friedrich Alexandra Universiteti qanunshunosi Fabian Kreisler, professor Bahar Basar, Shvetsariya Basel Universitetining Xitoy ishlari mutaxassisi va Shvetsariya hukumatining o'tgan yili e'lon qilgan Xitoyning chegara halqagan bostirish haqidagi dokladini tayyorlovchi professor Ralf Weber va Shvetsariyadagi Ovozlar tashkilotining Xitoy ishlari mutaxassisi Selena Morillarning qaytilishida Xitoyning chegara halqagan bostirish haqida muhokama yig'ini o'tkazildi. Mazkur yig'inda Zumrat Erkin bir necha yumaloq ustal yig'inda so'z qilib, Xitoyning Yevropada va dunyoning har qaysi joylarida elib berayotgan chegara halqagan bostirishlari, muhojiratdagi Uyg'ur jamoatiga ta'sir ko'rsatishga urinishi va har qaysi davlatlarning buning qarshi yo'l qo'ygan qo'g'dash va qarshi turish tadbirlari, Amerika va Kanadada bu vaqtda elib borgan xizmatlar bilan Yevropa davlatlarining bu vaqtdagi yo'l qo'ygan tadbirlarini selishtirib, Shvetsariya va Yevropa davlatlarining texmi amaliy harakat qilish kerakligini o'ttirib qo'ygan. Bu yig'inga har qaysi Yevropa davlatlaridan kelgan Xitoy ishlari mutaxassislari, tadqiqotchilar, Syurix universitetining o'quvchilari va Shvetsariyadagi bir qism Uyg'urlar qatnashgan bo'lib, bu vaqtda stansimizning ziyoratini qabul qilgan Zumrat Erkin ma'lumot berib mundaq deydi. Tünügün Zürich yetib kelgan tünügün bir namoyish bilan başlagan bugün bir kun Zürich Üniversitesi'de Zürich Üniversitesi ve Freiburg Üniversitesi'nin o'rnaştırışı bilan bir kun workshop bo'ldi. Bu workshop şu chegara halqagan bostirish to'g'risida bo'ldi. Buningga nurg'unlagan Yevropaning o'xshamagan yerlardan nurg'unlagan ziyolilar, akademiklar kelib özlerinin yazgan maqallarini tanıştırdı ve memnun bir yerde bir imlaq stilde söz kıldım ve Uygurlarning hazırki şarayitda Avrupa'da olsun, Amerika, Kanada, Avustralya'da Xitoyning qandaq chegara halqagan bostirish siyosati bo'shtirayotganligini tanıştırışga tirishdim. Onun için hazır biz bir faaliyet içigettik. Bu faaliyet yanılan Zürich Üniversitesi'de oldu. Bir bugün 100'dek adam kepti. Bu bir panel oldu. Yani oxşamagan akademikler ve ameli teşkilatlardan bir yerde memnun şu Uygurlarning Avrupa'da olsun, başka yerlerde uçurayotgan Zoom tutusida haber ma'lumot verdiniz. Ve bizden şu bulup Avrupa'daki Kanada, Amerika devletler ünlülerini istiyoruz. Diyen bu sıçaklarını oturup koygan buldum. Bir yerde katlaşmışlardım, onlara suallar düştü. Bu suallarının içinde mesela biz kandak sizlerge yardım kılalayımız diye suallar buldu. Ve ya ki yeni çıkan kanun doğrusunu suallar buldu. Bunun ait yaxşı şekilde cevap veriyor. Müşpariyet, muvaffakiyet şekilde akılmıştı. Dünya Uyghur Qurultiyi rahbarlari 2 iyul payshanba kuni Turkiyaning hokimiyat beshidagi Adolat va Taraqqiyot partiyasi Turk davlatlar munosabatlari boshqarmasining Turk dunyosi ommaviy tashkilotlarini qo'llash sistemasini tanishtirish yig'iniga taklif bilan qatnashgan. 2 iyul payshanba kuni Turkiyaning hokimiyat beshidagi Adolat va Taraqqiyot partiyasi Turk davlatlar munosabatlari boshqarmasining Turk dunyosi ommaviy tashkilotlarini qo'llash sistemasini tanishtirish yig'ini İstanbulda elib berilgan bo'lib, mazkur yig'inga Dunyo Uyg'ur Qurultiyining tashkiliy ishlarga mas'ul muavin raisi Abdurshid Abdulhamid, Qurultay ijroiya komitetining muavin raisi Abdulhamid Qaraxon, Sharq Turkiston vaqfisining raisi professor Abdulhamid Avshar qatorliqlar taklif bilan qatnashgan. Mazkur yig'in Turk dunyosi sohasida xizmat qilayotgan ommaviy tashkilotlarni bir yerga jam qilib, tashkilotlararo aloqa va moslashishni kuchaytirish, Turk dunyosining o'rtaq harakat qilish iqtidorini kuchaytirishni maqsad qilgan bo'lib, yig'in oxirida Uyg'ur tashkilot rahbarlari Adolat va Taraqqiyot partiyasi Turk dunyosiga mas'ul raisi professor Kürşat Sorlu, Türkiye Ko'chmanlar idorasi boshlig'i Muhammad Salomi Yazıcı, Adolat va Taraqqiyot partiyasining İstanbul tarmoq raisi Abdullah Özdemir ve başka hükümet əməldorları bilan görüşüb, Türkiyədəki Uyğurlarning yıllardan beri hal bo'lmagan məsələlərinin tezrək hal qılınışı kerakligini talab qilishgan. Yaponiya parlament a'zolari birlashmasi Xitoyning atalmish millatlar ittifoqlik qonunini qattiq ayiblagan.
Yaponiya parlamentida Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligiga qarshi faoliyat olib berayotgan 4 parlament a'zolari birlashmasi 30 iyun kuni parlament binosida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, 1-iyuldan boshlab ijro qilinadigan Xitoyning atalmish millatlar ittifoqligi va taraqqiyotni ilgari surish qonunini qattiq ayblagan. Bayonotda parlament a'zolari bu qonunga bo'lgan qattiq g'azabi va cho'nqir andishlarni ifodalab, bu atalmish qonunning Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ol qatorliq millatlarning til, ma'rif, urf-odat, madaniyat va diniy e'tiqodini yo'qotishni maqsad qiladigan xatarlik bir qadam ekanligini, bu yangi qonun faqat Xitoy ichidagi millatlarni emas, balki chet ellardagi tashkilot va shaxslarni nishonga olganligini qattiq ayblab, atalmish Junxo millatining birligiga zid deb qaralgan har qanday so'z harakatni jazolashga yo'l ochadigan bu belgilama chet ellardagi Uyg'ur, Tibet, Janubiy Mo'ng'ol va boshqa millatlarning qonunliq faoliyatlariga jiddiy tahdid elib kelganligini va bu qonunning darhol bekor qilinishini talab qilishgan. Bu o'rtaq bayonotni Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligini tekshirish va jazo qo'llanishini tashabbus qiladigan parlament a'zolari birlashmasi, Yaponiya parlamentidagi Uyg'ur do'stlik guruhi, Yaponiya Tibet parlament a'zolari birlashmasi va Janubiy Mong'oliyani qo'llash parlament a'zolari birlashmasi birlikda e'lon qilgan. Mazkur bayonot e'lon qilish yig'inida so'z qilgan Uyg'urlarning do'sti, Yaponiya parlamentidagi Uyg'ur do'stlik guruhining raisi Keiji Furuya apandi, bundaq mazmundagi bir qonun demokratik davlatlarda hargiz qabul qilinmaydi. Biz parlament a'zolari bo'lish sifatimiz bilan kishilik huquq va asos erkinliklarga ig'ir xiris elib keladigan bundaq xatarli qadamlarga dodil qarshilik bildirishimiz kerak degan. Parlament a'zolari birlashmasining bayonotining oxirida xalqaro jamiyatni Xitoyning bu yangi qonunga jiddiy muomala qilib, Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ol va boshqa millatlarning til, madaniyat, diniy e'tiqod va kishilik huquqlarini qo'g'dash uchun o'rtaq harakat qilishga chaqiriq qilishgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundim. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishkish omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.